Hammaga katta salom. Bugun yana bir marta internetga efirga chiqmoqchiman. Aa, Man o'zim haqimda ozgina aytmoqchiman. Boshlayman. Shunaqa narsani boshlayman. Man o'zbek emasman, albatta. Shuning uchun man rus maktabida o'qigandim. Ya'ni har kuni man faqat rus tilida gapiraman, albatta, yoki ingliz tilida. Ba'zan o'zbekchada gapiraman. Shuning uchun man bu tilni yaxshi bilmayman, afsuski yaxshi bilmayman. Lekin umid qilamanki, gapim sizlarga tushunarli bo'ladi. Agar mabodo qanaqadir xato qilsam, iltimos xafa bo'lmaylik mendan. Mayli. Xo'sh, a, yana anaqa muhim narsa haqida gapirmoqchiman. Xo'sh, gapirmoqchiman haqida narsa juda ham muhim. Ha, Bugun deyarli har bir Toshkentda yashaydigan oilaga bu zamonaviy muammo kirib qoldi. Bu muammo maktab bitiruvchi bilan bog'langan. Birinchidan, bu muammoga batafsil qaraylik. Hozirgi maktablarda o'quv jarayoni manimcha umuman bajarilmayapti. Ayniqsa bugungi o'quvchi maktabga kelib nima qiladi? To'g'ri, hech narsa. Ya'ni uning o'qituvchilari sinfxonaga kirib, jim o'tiringlar, manga mishat qilmanglar, mana paragraf 13 yoki 15 o'qib konspekt yozinglar, man taxminan 10 minutdan keyin qaytib kelaman deb chiqadi. Lekin albatta hech qachon paydo bo'lmaydi. Qo'ng'iroqgacha 100% paydo bo'lmaydi. Lekin ikkinchi ssenariy ham bor. Darsda o'qituvchi doskada turib, sekin-sekin bir narsa yozib, ozgina materialni tushuntirib beryapti. Lekin albatta chuqur emas. Uni hech kim eshitmayapti. Faqat bitta o'ziga gapiryapti, turib, o'zi bergan uy vazifasini ham tekshirmaydi. Bundan tashqari, sovet paytidan o'zini rostdan yaxshi tavsiya qilingan vazifa kitoblar ham umuman ishlatilmaydi. Misol uchun mening o'qituvchilarim Rimkevich, Skanaviy va ko'p ularga o'xshagan kitoblar haqida umuman eshitmagan. Chunki ularning o'qituvchilari bu haqida umuman o'ylamagan ham. Прекрасно. Ya'ni uy vazifa yoki berilmaydi yoki berilsa tekshirilmaydi. Ya'ni hech qanaqa nazorat qilinmaydi darsda. И все. Natijada 11-sinfda o'qiyotgan bolalar eng oddiy, eng asosiy, eng oson narsalarni bilishmaydi. Misol uchun, bir kuni ikkita 10 va 11-sinf o'quvchilarining otasi bolalarni suhbatga olib keldi. Buni olib man unga aytdim. Bu suhbat siz yoningizda o'tadi. Ha, xo'p dedi. Bu vaziyatni tasavvur qilinglar. O'tiribdi va man otasidan so'rayapman. Man hozir sizdan eng oson narsa haqida so'ramoqchiman. Misol uchun, yozmasdan 3dan 1ga 2dan 1 qo'shing aytyapman. Ha? Deb javob berolmayapti. Man ko'ryapmanki, otasining yuzi o'zgaryapti. Ikkinchisiga xuddi shu savol beryapman. Natijasi bir xil. Otasining yuzi qizarib ketyapti. Aytgancha kommentariysiz. Ularga o'xshagan bolalar hozir ko'pchilik. Lekin eng dahshat narsa, o'zida hech narsa qilishmoqchi emas. Ular tabiatdan mehnatko'r emas. Nimaga? Bu g'alati emas, tushunarli. Chunki ular har kuni shunaqa misolni darsda ko'rishadi. Ular ahmoq emas, ya'ni ular ko'rishadiki, o'qituvchilarni professional kvalifikatsiya darajasini ko'tarishga harakat qilishmayapti. Buni ko'rib, ular faqat bitta xohlasa qilish mumkin. Anaqa mehnat qilish kerak emas. Ketmas. O'tadi. Man yaxshi bolaman yoki man yaxshi qiz bolaman, menga problema qilishmaydi. Chunki man o'zim yaxshi bolaman, qo'limda xudo xohlasa qizil diplom bo'ladi deb o'ylashadi. Rostdan shunaqa bo'ladi. Ba'zan shunaqa bo'ladiki,
ingliz tili o'quvchilari unda yaxshiroq gapira oladi. Uyat. Просто uyat. Как говорится, kommentariy sizda. Bu muammoga boshqa tomonga ham qaraylik. Hozir kim o'qityapti? Astag'firullah. Xuddi shu maktab bitiruvchilar. Ular maktabda ishlamagan, institutda ham o'qimagan yoki tushunarli nimani ishlatib sessiyani yopardi. To'satdan vdруг ular o'quv markazida dars olib borishadi. Chunki hozir pul topish qiyin bo'lib qoldi. Ha, ularni o'quvchilarining izzati baland bo'ladimi? Savolimga javob tushunarli. Yana misol keltirmoqchiman. Bir o'quv sentrda, markazda kimyo o'qituvchi yonimga kelib aytyapti, voy bilasizmi Yurak, man videosini anaqa tomosha qildim, ko'rganman, judayam qiziqarli, bilasizmi, voy shunaqa material beryapsiz, super puper, lekin sal tushunishga qiyin. Nimaga? Har doim differensial tenglamlar haqida, integral foydalanish haqida gapirasiz. Misol uchun, man o'zim hech qachon buni ishlatmaganman, ularsiz yaxshi o'qitaman deyapti. Ну все, представляете, да, bilim darajasini. Yoki boshqa misol, bitta o'quvchi manga aytyapti, voy domla, bilasizmi, hozir Toshkentda eng to'y ingliz tili instruktori janob Birbaloyev bor. U har hafta video chiqaradi, videolarida ingliz tili gapirish qobiliyati rivojlanishi haqida maslahat beradi. Buni eshitib, nuqul bera qol menga anaqa ssылкасini. Ссылкасini ochib ko'ryapman. Bu mening sobiq o'quvchim. Tavba. U umuman gapira olmagan, darsida jim o'tirardi, imtihonda baland rizqni ko'rsatmagan, lekin jozibasi bor edi. Xo'sh, o'zining sentrini ochdi. Знаете что? Odamlar qo'li bilan ko'p kelishyapti. Unga o'xshagan educators ko'p. Yoki boshqa situatsiya. Это вообще astag'firullahli situatsiya. Kurslarda shunaqa pre-IELTS mahsulot tavsiya qilish berishadi. Pre-IELTS, shu pre-IELTS nima degan tuf-tubi narsa, mayli. Shu guruhlarga kimni qabul qilishadi? Kimni? Javobimiz to'g'ri. Hammani. Chunki kurs egasiga birinchi o'rinda nima bo'ladi? Pul. Vijdon emas, pul. Ya'ni yaxshi gapira olmaydigan odamlar bu kursda o'qishadi. Chunki ularni qabul qilishdi, ularga umid berishdi, что natijada bu kursdan keyin siz anaqa IELTSga faqat bir qadam qoladi IELTS topshirishga. Faqat markazimizda anaqa o'qing oxirigacha IELTSni kursni bitirib, hammasi joyida bo'ladi aytishyapti. Ikona log'ga o'xshab verida, ishonadi. Bitirgandan keyin baribir yaxshiroq gapira olmaydi. Lekin undan pulini olib qo'yishdi. Xuddi shu prinsip bo'yicha boshqa fanlarni ham o'qitishadi sentrlarda. Lekin bu muammo ildizi uzunroq. Ancha uzunroq. Endi o'quvchining ota-onasi haqida ham gaplashaylik. Ko'pincha abituriyent onasi, ba'zan otasi menga aytyapti, voy bilasizmi, o'g'lim tam yoki qizim bu yil maktab bitirib yaxshi ball olib institutga yoki universitetga kirish kerak. Kerak. Boshqacha bo'lmaydi. Faqat bu yil. Bir yildan keyin emas, faqat bu yil. Сдохни, keyin поступи prinsip bo'yicha. Mayli. Uni oling. Я говорю, yo'q. Men hech qachon suhbatmasdan olmayman hech kimni. И знаете что? Ko'p hollarda deyarli 99% shu abituriyent bilimi 0.0. Nimaga? Bu sabab haqida hozir aytdim. Bundan tashqari tayyorlashga vaqt qolmadi. Voy, buni eshitib, voy, nima qiling-da? Olmayapsiz, nima qiling? Olmaysiz, nima qilamiz? Yo'q, men oddiy odamman, men volshebnik emasman. Qo'limda sehrli palichkim yo'q. Qayerga bolasini olib ketadi bilasizmi? Albatta bilasiz.
o'quv markaziga. Shu joyda anaqa nima, как это сказать, xonasidan chiqib, shu egasi yoki там menejeri aytyapti: voy xush kelibsiz, xush kelibsiz, pulingiz bormi? Yaxshi, yaxshi, albatta o'qitamiz, maksimalniy harakat qilib anaqa qilamiz, hamma kerak narsani qilamiz deb pul olishadi. И все. Да. Bu iborani man yomon ko'rmayman, maksimalniy harakat qilib, chunki am, uni tez tez ishlagandan o'quv markaz egasidan eshitganman. Kстати, shuning uchun man bo'shab ketdim u yerda. И man har doim родительdan va ota onasidan so'rayman, buni nima haqida o'ylagansilar? Javobsiz. Yoki nimaga faqat bu yilda, no, mayli, nimagadir anaqa shu imkoniyat anaqa, сказать по-английски, missingda, упущенный. Lekin vaqt bor. O'g'liz yoki qiziz o'lib qolmaydi. Давайте bu yil ichida anaqa yaxshi, rostdan yaxshi tayyorlaylik, a потом уже xudo xohlasa topshirib, imtihon topshirib kiradi. Yo'q, yo'q, qo'ysizchi, yo'q. Faqat bu yil ichida. No, xayr. Yoki ilg'or ota-ona ham bor. Voy, shuncha ilg'or odam ham bor, aqlli. Ular o'ylashadiki, ulardan aqlliroq odamlar yo'q dunyoda. Misol uchun, uning bolasini qabul qildi. Agar man kimnidir qabul qilgan bo'lsam, demak, bu bolada man bir narsani ko'rdim. Ya'ni yoki как бы talanti bor, yoki harakati bor. Harakat qilish olovi bor, короче-da. Olovsiz man hech kimni olmayman. Yo'q, biz tez e'tiborimiz, chuqur e'tiborimiz, u rostdan yaxshi ishlayapti, jalbim yo'q. Buni ko'rib, otasi yoki onasi menga taxminan bir oydan keyin aytyapti: a давайте yana anaqa, bundan tashqari angliskiyni ham olib boring, yoki там yana ximik, matematikani давайте еще buni qo'shing. Блин, вообще javobim такой: qiziz nagruzkasi baland, yoki там o'g'li nagruzkasi baland, yana bir narsa qo'shilsa jadvaliga olib ketolmaydi, chunki shu darsga boradi, anaqa maktabga boradi o'qishga, domashkasi katta ekan. Yo'q, 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 baribir давайте anaqa qilaylik, qilib olaylik, baribir qaytaryapti. Albatta javobim ularga yoqmaydi. Man kulturniy javob beraman odatdan, lekin ba'zan такой четкийroq so'zlarni tanlab javob beraman. Hurmatli ota-onalar, iltimos, sal aqlliroq bo'linglar, maylimi? Vaqtliroq bolalaringiz haqida o'ylab turinglar, maylimi? Vaqtliroq. Hamma yaxshi narsa o'z vaqtida bo'lishi kerak. O'z vaqtida bo'lishi kerak. E'tibor berganingiz uchun rahmat. Man umid qilamanki, gapim hammaga tushunarli edi. И даже ganim uchun baribir meni asosiy g'oyam sizlarga четкий edi. Четкий. Rahmat kattakon. Yana bir marta aytmoqchiman. Millatim rusman, Toshkentda tug'ilgan edim. Yetuk payti rus maktabida o'qigan edim. Просто я не знаю. В общем, rahmat.